deb qamlaştırdыңma gapni. Niyeting parlaq bo'lsin, ko'ngling oq bo'lsin. Suyumli qarindoshlar, Abdumrayillik Xalq 3 doktorxonasi bilan alayda hamkorlashgan bir piyola choy suhbatimizni hozir boshlaymiz. Bugungi choyxonamizga taklif qilgan mehmonlar bo'lsa, bizning yaxshi musiqa ijodiyatchimiz, naqshchimiz Mamtili G'upur va bizning yaxshi shoirimiz Abdumijid Imom. Bugun biz shu Ko'ngilning rangi nomidagi naqsh to'g'riliq suhbat o'tkazmoqchi. Uningki tekstini Abdumijid yozgan, muzikasini bu Mamtili ishlagan. Meningcha ko'ngilning rangi desa, boshqalar ko'ngilning rangi bo'lamdi deb qarashi mumkin. Unda bo'lsa, muhabbatning rangi bo'lishi mumkin-ku. Balkim she'rning rangi bo'lishi mumkin. Muzikaning rangi bo'lishi mumkin. Chunki şiirning heykeli bo'lgandek, heykelning muzikasi bo'lgandek, naqshining usuli bo'lgandek, bu janrlar bir-birini bunda jalb qiladi ham bir-birini tatib turdi. Logikaga, she'riyat nuqtasidan hargiz xilof emas. Mushu g'ayr bir tekstni qo'lang topshirib olgandan keyin sen g'ayrlik his qilganmi yo sen shoir bo'lgandan keyin udilni tunaverganmi? Shida tekst qo'lam olgan vaqtimda menga şu ko'ngilning rangi degandiklar ko'ngilda rang bo'lganligini men hech kimda his qilib bilgancho. Shundami? Ota-onalarimiz ham tarbiya qilgan chog'da oq ko'ngil bo'l, qor ko'ngil. Qor ko'ngillik qilma, oq ko'ngil bo'l deb. Temisini ko'rib men o'zim tushungan. Ondan qarasam, ajab qamlaştırdыңma gapni. G'aznim shunda ig'ir bir xil cho'nspat shunda pez yazılgan, chiroyli yazılgan bir she'r ekan. Buni hamda boshqa bir uslubli qilmay, buni bizniki xalq anglarimizga yaqinroq bir nim qilsak, cho'ngroq bir nim chiqarsak yaxshi bo'lgan deb his qilib, shu angda ishlagan. Bu Abdumijidning she'rlarininki 3-chi qitimliq angı selinishi go deymi? Shunday. Qanday bir maqsadda yozgan bu she'rni? Ko'ngil masalasi bek nozik bir qarasak, bek oson javob beriladigan, yana bir qarasak faqat javob berilib olmaydigan bir shunga vaqtningmi rangi va deb bilinmayman o'zimcha. Biyudi o'tib ketgan vaqtlar rangsiz vaqt qatori chiqariladi. Qarang'i vaqt. Shuningdek muhabbatga to'yingan qalb, mehrga to'yingan ko'ngilni oqlik bilan, poklik bilan bezaydiganga şu ko'ngilni rang berdik, şu rangini ifodaligimiz keldi. Rang intan yarashgan. Bu rangga she'riy tusdim rang berildi bu ko'ngilga. Endi muzikalik rang berildi, ovoz orqali rang berildi. Inkas yaxshi berilamdiki deb qarayman bu naqshiga. Men ko'proq alladi bundan keyin diqqat qilsam bo'g'idek mushu ko'zoynak taqgan balla bilan ko'proq mungdatsam bo'g'idek. Ishkaningki ko'zoynak taqib ziyoli sifat anjumanlarni berganingga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Abdumrayillik Xalq 3 doktorxonasi ninki parlaq ata ko'z kasallik bo'limining oldini oladigan. Mayli aynak saplamoqchi bo'lsak yoki ko'z kasalliklarini ko'rsatmoqchi bo'lsak, Abdumrayillik Xalq 3 doktorxonani izlashni tashabbus qilaman. Ko'nglimizningki oq bo'lishini, rangdor bo'lishini chin ko'nglimdan tilayman. Rahmat sizlarga. Rahmat aka. Rahmat aka. Hayanı yok, bayanı var. Ezip kalan akıl mühem çöllerde. Kömürün hayanı
ezip kalar aqilmi ham chullarda. Quyosh suyib yo'ritolmas tunlar bor. Tashnaligim qonmas hatto kunlarda. Quyosh suyib yo'ritolmas tunlar bor. Tashnaligim qonmas hatto kunlarda. Asli bahar pasli navosi bor. Ishqing bilan chikalsam ziltorni. Ko'ngil asli bahar pasli navosi bor. Ishqing bilan chikalsam ziltorni. Samolarga urlaydigan parvozi bor. Xush aylasam uning rangi ruxsorni. Ezer eyle koyup versem aziz canını ikekleydi. Kümül nazuk kümül kuşkur ezer eyle koyup versem aziz canını ikekleydi. Rengi appak qara qilma. Niyat yo'li bo'lsin parlaq yara qilma. Niyat yo'li bo'lsin parlaq Salam möhtərəm ustazlarımız, həmənlağa mənki məmtili qopurdan otluq salam. Rahmet. Memtili. Bu memtili sizin hukukçunuzunki aksi. Bəxtiyar Gupur'nın bu jigit şu qaharlı bilen billa şoq kuy ansamblınınki bir əzası
Şu Ürümçideki toy töküllerini en evcigi çıkarıvatkan jigitlerimizden birisi. Bu jigit naat yaxşı icad kılıdı. Hem de şu Aygül Məlim bir gap qıp baxsın. Şükepsiz. Şu avazınızdan sizniki qançılık tolgan, pişqan, bekçik sahnelerni ko'rganligingiz mana men deb chiqib turdim gap qilgan ovozingizmi shundaq jarangliq bekchiniba shunday yaxshi gap qildikansiz ovozingiz shunday chiroyliqga baxtiyorga mendan salom deb qo'ying Rahmat. sizlar akufkalarga shundoq hurmatim bor bizniki shu to'y to'kinlarda sizlarniki ansambullar kam bo'lsa uzilib qolsa bo'lmaydi bizning sahnamizmi sizni davomli qarshi oladi. Şu naqsida aytilgandek niyeting parlaq bo'lsin, ko'ngling oq bo'lsin, yo'ling niyeting bilan birga texmi parlaq bo'lsin. Rahmat aka, rahmat.